Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari deb qolamiz. Jigarlar, bugungi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda mana shu kartoshka narxida mashina sotiladi. Kim kelmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu mashinaning narxi qancha desangizlar, 35 ming somoni. Yana kak polojni savdosi ham bor. Normal mablag' qilsangiz, normal chiqib beradi. Yılı ise 97-yıl dokumentiga keladigan bo'lsak, dokument 1 yillik dokument kak pulini qilinganiga 1 oy bo'libdi. 1 yil bemalol geri deb minishlaringiz mumkin ekan agar olsangiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Videoga avvaldan bitta like bosib, gruppalaringizga tarqatib qo'ysangizlar juda ham xursand bo'lamiz va mashina sotilib qolsa juda ham yaxshi bo'ladi. Kelinglar ishlarni bir olib ko'rsataylik. Mana shunday ishlarimdan polni olamiz. Oling, shuni ichkaridan yaxshi oling. Arkalarını ham aling bir. Arkalarından alıp o'tsangiz bo'ldi. Bo'ldi. Kondisionerlari ham normal ishlaydi. Keyin magnitofonlari ham ishlaydi. Polni normal sostoyanda mashin. Agarlar kim kelmoqchi bo'lsa, ekranda raqamlarga murojaat qilasizlar. Biz aytib o'tilmagan ma'lumotlarni egasidan bilib olishlaringiz mumkin. Gapilari bilan pul sizlarga aylantirib ko'rsatyapmiz. Astlari mana shunday chiriklari yo'q. Aslarni ham ko'rsatyapmiz, ko'ryapsizlar, ekranga qo'yib qo'yamiz. Hozir shuni to'baga chiqamizda mashinada haydab ham ko'rsatamiz. E'tibor uchun katta rahmat. Duteshlari ham yo'q mashinada, normal sostoyanda mashin buna. Haydaydi. Shunda haydab mana ko'ryapsizlar, normal mashin. Mana. Qattaydan qo'yna bir. Gazini berib aydan qo'y. Ko'rdilaringizmi? Normal sostoyanda mashin. Kim asalakin kuymaydi. Arzon narxda mashin. Biz buni haydab ko'rsatish uchun iminda adirga olib chiqing dedim, ayna dedim. Mana